Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Poligandros degan aralida. Bu aralga bir necha kunlik sayohat qilib kelgandik. Chunki bu aral garchi nayt kichik bo'lsa-mu, sayohatchilarni nayt yoqtirib ziyorat qiladigan arallarning biri hisoblanadi. Bu aralning ko'lami qarab baxsam 32 kvadrat kilometr keldi ekan. Aholisi 1000 ga yetmaydi ekan, lekin yilda bu yerga kelib ziyoratda bo'ladigan sayohatchilarning soni nayt nurg'un ekan. Tünügün bu töpülükке çıqqandım. Quyosh batqanını ko'rish uchun ajoyib chiroyli quyosh batqan manzarani tatib oldim. Bugun yana qaytib chiqdim. Sababi mumkin bo'lsa, mushu go'zal manzarada bir asar o'qib beray deb o'ylagandim. Bu yerda o'qib berishni planlagan asar marhuma Reyhangül Mecit'nin Qayta Nikah namlıq romanının davamı. Xoş, başlayalım. 3. bölüm. Tün nisbeten açtı. Cahan timtas edi. Sulayman koçadaki taksilarının öyge anda-sanda anlap turduğan gürüldeşlerini anlap yatattı. Lekin qattiq uyquga ketgan kishilar qarong'u kechining bu sadolardan bexabar edi. Yo'ldan qancha mashina o'tkicha uxlab qoladiganligini bilib baqmoqchi bo'lgan Sulayman gurkiragan mashinalarni bir-birlab sanab baqdi. Mashinadan to'p-to'g'ri 25 o'tib ketdi. Lekin uning ko'ziga uyqu keladigandek emas edi. Sulayman uyqusi qochgan odam 100dan birgacha ta'tir sanasa uxlab qolarmish deb anglagan edi. Shunga u ko'zlarini zo'rg'a yumdi-da, ko'chadan o'tayotgan mashinalarning ovozini ta'tir sanab baqmoqchi bo'ldi. 100, 99, 98, 97, 1. Lekin u hech bir uxlaydigandek emas edi. Sulayman sanoq sanashni yana boshladi. Qiziq ish. Sanoq sanagan seri uning uyqusi kelish uyoq tutursin, aksicha uyqusi ichilib, sagaklashib ketyapti. Qaysi bir yolg'onchining topgan padvasidi bu? Dedi uyqusi qochgan seri terkib ketyotgan Sulayman o'z-o'ziga pichirlab. Agar ta'tir sanoq bilan uxlag'ili bo'lsa, dunyoda mendek uyqusizlar qarong'u tunlarni to'shak tutulg'unib o'tkazarmidi? Hammala odam turmushdagi ushaq-tushak tajribalarga tayinibla o'zini davolab saqayt qila tursa, doktorlar nima ish qiladi? Ashundoq tuturuqsiz gaplarga ishinib yurgan menmi sarang. Hey. U karavatdan tushib, qap-qarong'u uyda bir hozag'icha jimjit turib qoldi. Shu arada derazadan teshib o'tgan bir nur uning ko'zlarini qamashtirdi. So'g'uqdan vujudi sal-pal qo'rilgan Sulayman ishkapni ichib, popaykadan birini elib kiyib oldi. Ayol o'tmay uning do'lisi bilinar-bilinmas ilg'andek qildi. Bu popaykani uning marhumasi bir necha yil ilgari uningga atab o'z qo'li bilan to'qigan edi. U chaqda Sulayman bu qizg'uch popaykani rangi bak ochiqgan, yeshimga mos kelmaydi ekan deb kiymagan edi. Hatto xotiniga rangi cho'nglarga loyiqroq yepdan to'qisang bo'pti ekan deb qaygan edi. Lekin ayoli erining qayishlaridan parvoyiz belak, erining burnini xuddi kichik bolalarni erkalatgandek tabassum bilan chimdib qo'ygan edi. Sulayman axun, o'zla men qirib ketdim devatamla degan edi ayoli uningga ko'zlarini tikib turib. Unutib qolmaslar, sizlar qirimidilar. Menmi qirimidim? Sizlar 25 yosh, men degan 18 yosh. Bilamla? Shu chaqdagi ishlar Sulaymanning ba'ayni hozirqadek yodida turibdi.
U çağda Sulaymanның ayali balalarının körüp geliştin ensirep töt atrapqa bir qarab etkendin keyin itti kelip erinin məngziga çok gıda birini söyüp koygan edi. Bunundan köngli alemçe söyüngen Sulaymanның hey qeyrğinini tuymaydıgan senze mənge çoğun bolmaysan cumu? Balalar körüp qalsa səhət emasmı? Dep ketkenler çok tehi. Şundaq. Bir yastıqqa baş koygandan tartıp, mehir bilen icil ötken bu bir cüp er-xotun, çaşları aqırıp, tişleri sarğıyıp ketkendimu, aşık məşuqlardaki qılaqlarını taşlamagan idi. Sulayman öy içide uyaqdan bu yaqqa toxtamay maňatdy. Onun dolusidagi Popayka tuyuqsiz seyrilip yerge düşüp ketdi. Sulayman yerdeki Popaykaga qaradı. Qızğış Popayka miskinlik içide jimjit turatdı. O yerge təsti eňişip Popaykany qoluğa aldı da qayt kiymey qoş qollap çıň tutqununca onunğa uzaqdan uzaq qarap turup ketdi. Hey, rahmatlikning qoli gül edi de. Sit, mushundaq esil Popaykany nemişqimi o hayat çağda kiymegen bolğuydim. Sulayman öz öjüge piçirliginiçe Popaykany bağırağa çıň besip çoňqur nefes aldı. Popaykadan 40 neçe yıllık kadinaslıqның hoşboy hedi kelip atatdy. Hey hakime, hey hakime. Nemişqimi ün-tinsiz ketip qaladigansan. Maňa nemişqimi bunça bala taş yüreklik qiladigansan. Maňa başqa yurtlarga yetilişip berip seyli qilip kelsek, Zöhräniň toyuny därqamda turup çyraylyk ötküzüp bersek digen edin. Zöhräniň balasyny öz qoluň bilen bekip bermekçi, näwiraňnyň mektepke berip kelgenlikini öz közüň bilen körmekçi edin. İkimiz bir-birimizge hemrah bolup, häş qilip gelişini niyet qılgan edik. Mana emdi va'danga vafo qilmay meni yolg'iz tashlab tuyuqsizlik etib qoldim. Meni emdi qandaqmi qilsin deysan, Hakima? Sulayman Popaykany yüzleriga chin yiqib turib, boquldab yig'lab ketdi. Uning ikki mo'risi to'xtavsiz silkinatdi. Sulayman yandaki öyde uxlab atgan Zöhräge çandırıp koymaslık üçün azaplık yığlaydı. Qançılık vaqt öttiken Sulayman yığıdın ahır toxtadı. Usqalları telip ketken Sulayman karavatqa asta çıkıp yattı. O bir hasadın keyin Popaykany çın quchaqlığınıca tatlıq uyquğa ketdi. Sulayman uygunup qarasa atigen saat 7 bopdu. Zöhräniň işqa berişiga yana 1 saat bar edi. Sulayman yandaki öyge qulaq selip baxdı. Lekin öy içi timtas edi. Demek Zöhrä tehi uyganmapdı. Sulayman ixtiyarsız yenaga qaradı. Lekin neçe 10 yıldan beri onun bilen bir yastıqqa baş qoyup kelavatqan ayali yine de yok edi. Elgire bu çağlarda Hakime allaqaçan ornudan turup, beşiği romalını çıň çekip, uçsığa halatını kiyetdi de uyaqdan bu yaqqa pusurlap yürüp, öy yığıştıratdı. Çay qaynatıp, naştalık tayarlaydı. Sulayman mı taң saharda turup, attigenlik bazarga berip, süt, ısıqnan akiletdi. O her kini attigenlik bazardan qaytıp kirgen çağlarda Hakime qılıvatqan işlerini taşlap koyup, goya aşkını kütüp algan kızlardek yügürüp berip, erinin qoladaki närselerini alatdı. Andın balaları aldı da maqtınıp sözlep getetdi. Vay, ataňlarga qarangla, közünü yumup aşqıça bazarga berip kepdi. Pikap tekli çaqqan adam bu. Sulayman ayalının çaqçaqlarıdan yürekleri yayrap tursumu, lekin balalarının aldıda özüçe ayalıdın renjigen kıyafette sözlep koyatdı. Hey,
Bo'ldi. Adamni kichik balını aldığandek maqtab ketkenini bunun. Onçu vala qılmısanmı, Xudanın qutlıq günü. Naştılıq akrobatı mənğu. Pah, atam nərs gerek seti bilişqa bek ustacımı? Deyişetdi. Atısı bilen apsının bundaq yıqımlıq külkü çaqçaqlarga könüp ketken balılar gepke arlışıp. Şundaqı, qarmamsizlar, qaq saharda chiqib, shuncha balacıq nərslərini kötürüp kiribdi. Apa, rastilla odam to'naydi ekansan jumu? Yosh vaqtingda atamni obdan tanlab ekansan. Bunun bilan yiqimliq kulki sadasi uy ichini bir alatdi. Sulaymon ayoli qazo qilib ketgan bir necha oydan beri atiganlik bozorga berib baxmadi. Tala tuzgumu kamdan kam chiqadigan bo'lib qoldi. Onunğa qo'yib bersa, hatto hech qandaq odam bilan ko'rishkisi, bo'sug'i atlab chiqqisi yo'q edi. Doktorxona bilan davolashadigan ishni 3 bolasi qilib atadi. U karavotdan asta tushdi, lekin putlari laqildab titrab atadi. Akşam bek kech uxlag'ashqimi yoki boshqa sababdanmi onun bütün a'zoyi xuddi urib yanjivatgandek telib og'rib ketib atadi. Tayoqdek qetib ketgan putlari o'zining emasdekla edi. U o'rnida bir haza midirlamay turib olgandan keyin aldirmay kiyindi. Andin popaykini avaylab qatlab shkafga selib qo'ydi. U akşamki ishlarini Zuhraning bilib qilishini xolamaydi. Sulaymon tozaliq uyiga kirib, yuz ko'zni yuyib bo'lgandan keyin lo'ngini qo'liga oldi. Lekin lo'nga qop-qora kir bo'lib ketgan edi. U beshini chayqag'inicha lo'ngidan yana birini oldi. Hakima nihoyat pokiz mazlum edi. Shunga necha 10 yildan buyon Sulaymonning qo'liga biror qitimmi kirilishib ketgan lo'nga chiqib baxmagan edi. Bir qitim ular bir do'stining uyiga mehmonga boradi. Shu chaqda Sulaymon uy egasi uzatgan lo'ngining kirining dastidan qarg'usiz bo'lib ketganligini ko'rib, bu dunyoda bizning hakimadek ishchan, pokiz xotin oz o'xshaydi deb o'ylagan edi. U ayolining mushu tarafidan bakmu rozi edi. Sulaymon oshxonaga kirdi. Zuhra oshxonada naştılık rastlavatadi. Zuhraning beshidagi qora ro'molni ko'rgan Sulaymon yuragi jiqqa qilib qoldi. Zuhra qizim, dedi Sulaymon gelini qirib qo'yib, nihoyat muloyimlik bilan. Kechada qandaqroq uxlabsan? Atdigan qo'pib, zan solsam, o'jrang jimjit turadi. Seni uxlavatamdikin debdiman. Bütün əsyadi bilan dasxan rastlavatqan Zuhra otisining o'rnidan cho'chib ketgashga varqirab atkili tasliq qoldi. Lekin darhalla otisiga qarab zo'rg'a kulimsiradi. Qandaqroq qo'pibsan ata? Kechada yaxshi uxlay oldingmi? Xudo buyursa, yomon emas uxlabdiman qizim. Sulaymon Shiraning yenidagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Zuhra Shiraning ustidagi dasturxonga qarab, peshonasiga paqqada birini urib, "Apla, esim qursin mening. Uyda yangoq meg'iz tugabdi ekan, yangoq chiqib qo'yishni unutibman emasmi? Ozroq chiqib kiray." Zuhra alman-talman sirtqa qarab mangdi. "Bo'ldi qil balam", dedi Sulaymon Zuhrani chaqirib. "Biror vaqt yangoq yemaganga nima bo'ladi? Kashlik qizadi yeyli. Ishqa boradigan vaqting bo'lib qoldi. Kechikib qolmag'in yana. Qarag'ina, dasturxonda kishmish, asal bor ekan. Bo'ytiqi bodam, meg'izmi turmamdi? Bo'ldi. Cheyingni ochiqqan qizim." Zuhra otasining gapi bilan yangoq chiqishni qo'yib, bir ko'rada qaymoq choy akirdi. U choydan otasiga liq-miliq bir china, o'ziga yerim china qo'yib, uni dasturxonga adab bilan qo'ydi. Shunda qilib ota bola ikkilan gap so'z qilmay nasht qilishga boshildi.
Aradaki jimjitlikni faqat qo'shiqning cheniga tekkan chog'dagi ovozila buzib turadi. Ota-bola ikkisining ko'nglidagi g'ashliklar bir-biriga ayon edi. Yana qachongacha mushundaq bir-biriga qarishib o'ldirib, nasht qila oladi deysiz. Zöhra çayini içib bo'lib, qoch-quchilarni yig'ishtirib atgandan keyin ishqi mangdi. U eshikdan chiqish oldida otasiga: "Ota, tumlatquda tayyor tugri bor. Tushda o'zing pishirib yegin", deb tapiladi. Zöhra ishga ketib edi, uyning ichi xuddi Guristondek jimibda ketdi. Sulaymon zerikishlikda televizorni içib, u kanaldan bu kanalga yo'tkab ko'rib baqdi. Lekin ekranda ko'rinayotgan narsalarning birarimi uni qiziqtira olmadi. Shunda qilib, u televizorni o'chirib etib, balkonga chiqdi. Balkondagi bir necha tashdak gul ussizlikdan suvlashib ketgan edi. Sulaymon cho'ginga suv ochqib, gullarni sug'ardi. "Hey, bayqush gullar, sizlarga suv bermay uvalqib to'xta", dedi u tashdakdagi gullarga qarab. "Sizlarni harmay parvish qiladigan hakima bars kelmas yerga ketdi. U sizlarni emas, hatto 40 necha yil birga yashagan meni tashlab ketib qoldi. Biroq uningdan og'rinmanglar. Taqdir degan shu. Buningdan keyin mana men hakimaning o'rnida halinglardan xabar olaman." Lekin gullar zuvansiz edi. Boy qo'ygan suv gullarning yo'pirmoqlarini bo'ylab yerga tomchilayotdi. Yo'q, yerga tomchilayotgani suv emas, gullarning hasratlik yeshi edi. Shundaq gullarmi yosh to'kyotdi. Gullar o'zlarining ishko'yar hakimaning ularni tashlab g'ibida ketib qolganiga ichinib yoki Sulaymonning boyiqi yurak so'zlaridan ta'sirlanib yosh to'kyotgandi balkim. Sulaymon gullarga suv quyib bo'lib, cho'ginni amdala yerga qo'yib turishiga eshik qo'ng'irog'i jirangladi. "Voy, qaq saharda kelgan kimdi amdi?" Sulaymon mushuk ko'zdan sirtqa qarab baqdi. Sirtda turgan yosh yigitning chiroyi uningga tonish edi-yu, lekin uni damalliqqa esiga ola olmadi. U eshikni ochdi. Sirtda bir xizmatdoshining o'g'li bir muncha bog'oqni tutib turadi. "Assalomu alaykum", yigit adab bilan salom qildi. "Va alaykum assalom. Qani, uyga kirgin bolam." Sulaymon yigitni uyga taklif qilib edi. Yigit beshini yerdan olmay turib o'zira aytdi: "Rahmat tog'a, mundaq ish edi. Shanba kuni enimning to'yi. Otam bu bog'oqni o'z qo'lim bilan yetkazishimni topalagan edi." Sulaymon yigitning qo'lidan bog'oqni oldi. Yigit uning bilan xo'shlashib, palampaydan itdek tushib ketdi. Qo'lidagi bog'oqqa qarab o'pkisi o'rilib ketayotgan Sulaymon bo'sog'ida turib qoldi. Biri tug'iladi ekan, biri o'ladi ekan. Biri hamrohidan ayrildi ekan, yana biri o'ylanadi ekan. Biri yig'laydi ekan, yana biri kuladi ekan. Hayot degan shu o'xshaydi, dedi u o'z-o'ziga pichirlab. Wow, quyosh qip-qizil bo'pti, bosh shuni bir ko'rsataychi sizlarga.
davamlaştırıp okup berey. Sulaymon Kirsloga kelip olturup bağaqның içige qaradı. Bağaqqa faqat Sulaymonning ismi yazılgan edi. Bağaqı dunyoga ketganlarning ismi hatta bağaqdanmı o'chidi ekanda. Sulaymonning yuraklari yana hasrat, nadomat ichida o'rtanishga başladı. O asta o'rnidan turib, Hakimaning tamg'i esiqliq söyrtining oldiga keldi. Gördüңmü bu vicdansızlarni? Oğlunun toyuğa meni eytip, seni eytmaptı. Adamgerçilikni bilmeydiğen bir nimelerken bu. Seni heyletilla yo'qqa chiqarib atganini qara. Yo'q, sen tehi hayot. Boshqa yerda emas, dal mening yuragimda hayotsan. Sulaymonning dimoqlari etishib, ko'z jiyaklari qizirib ketib atdi. U barmoqlari bilan suratdagi ayolining yuzlarini siladi. Uning uni endi titrab chiqib atdi. Yenimde bolgan bolsаңчы, Hakima. Manga tang yaşap, tang qeyreymiz deb qo'yib, o'zing g'appari ketib olding. Meni yolg'iz qo'yib ketding. Hozir bo'ytaq erlarni yerim odam sanaydi ekan. Qadringga endi yetyapman. Bilamsan, Hakima. Sulaymon gepining oyog'ini chiqara olmadi. O beşini çın qamallig'igacha öksüp yig'lab ketdi. O kresloga qaytib kelib, televizorni yana ichib baqdi. Lekin ko'rishga hech ra'yi bormadi. O birdam o'ltirgandan keyin asta uyquga ketdi. Sulaymon soat 11lar bilan telefonning ovozidan cho'chib uyg'ondi. O ittik berib turubkini qo'liga elib edi. Sharipa, kashda o'g'limni elib boraman deb telefon qilgan ekan. Bu gapni anglab Sulaymonga bo'lakchila jon kirib ketdi. Shu kun kashda Sulaymonning bolalari otasining yenida jam bo'ldi. Kelini Gülyar, ishim chiqib qoldi, shunga kechikibroq boraman deb gap aytib beribdi. Sulaymonning ikki qizi oshxonada tamoqqa tutish qildi. O'g'li Po'lat kresloda o'ltirib, otasi bilan parang'i tushib ketdi. Tünögün doktorxonaga berib, udulla doktorxona boshlig'ining yeniga kirdim, dedi Po'lat. O kishi menga bakmo adab bilan muomala qildi-yu, lekin gap so'ziga qaraganda osonlikcha tan oladigandek emas. Men qaytib chiqib etib uningga, "Navoda sizlar hal qila olmasanglar, sahiya idorasiga, sahiya nazoratiga, hatto sotqimi boraman" deb qo'ydim. Ammo ko'nglida san bo'lg'ashqa bizning gaplarimizga parvoyi palak o'xshaydi. Po'latning gaplarini anglab, judoni o'rlagan Sulaymon odati bo'yicha yuzini tatilab qo'ydi. "Meningcha bu ish osonga tushmagidek", dedi Sulaymon birdam lomjim demay o'ltirib ketgandan keyin. Navoda tan olsa javobgarlikka tortildigan gap. Buningdan qo'rqidi-da. Javobgarlik qila emas, jazoga tortilish kerak. Deganing to'g'ri, lekin hozirgi masala ularni xatoligiga qandoq iqror qildirish? Biz faqat faraz bilanli ish qilyapmiz. Qo'limizda dalil isbot yo'q. Uning ustiga doktorlikdan xabarimiz yo'q. Shunga nurg'un davlilarni tushuntira olmaymiz. Lekin ularchi doktorlikning biz tushunmaydigan nazariyasini bir sot qila tursa, hech nimani anqira olmay o'ltirdi ekanmiz. Shunga dalil isbot topmay bo'lmaydi. Sulaymonning oxirgi so'zlari hayajondan bo'lsa kerak, nihoyatda urg'uliq chiqdi. Sana telefon qilgan heliqi kishini topa olgan bo'lsak-ku, hamma ish o'ngga tortadi. Lekin topmoqdas, singling telegraf idorasiga berib tekshirib baqdi. Telefonni doktorxonaning yenidagi bir ommaviy telefondan urgan ekan.
Ondaq telefonni hərgizmi işxanadan yoki uydan urmaydı. Aşkarlanıp qalsa, özünün ziyankeşlikə uçraydıqanlıqıdan qorqudu-da. Lekin o kişinin ahvalını yipidin yenglisıgıca biladiganlığı aniq. O adam ehtimal şu günü naq meydanda bar kişilərinin biri. Ha to'g'ri ata. Telefon qilgan kishini oyal degan eding. U shu kuni operatsiyaga qatnashgan sesralardan biri bo'lib qolmasin yana. Bunimi yo'q degili bo'lmaydi. Ota-bola ikkisining gaplari texi tugmagan edi. Zuhra ularni tamoq chaqirib qoldi. Hammaylar tamoq shirasini cho'rdab o'ltirdi. Shiraning ustidagi dasturxonda o'ri chiqib turgan bir necha taxsa qo'rim turadi. Angacha Zuhra yana bir taxsa qo'rimini ochqib o'tirg'a qo'ydi. "Nimanchaji qo'rimi bu?" dedi Sulaymon sal norozi bo'lgandek. "Bir taxsili bo'lsa yetmamdi." "Dada, gangpanni nadimi bir qo'rim bilan yeydigan ish bor?" dedi Polatning o'g'li qo'lidagi cho'qqini o'ynab turib. "Opamchu, gangpan atgan kunlari qo'rimilarni bakchiq qo'riydi. Ko'ktat bor, go'sht bor. Men go'shtlik qo'rimiga amroq." O'g'liga maslik kelgan Polat uningga qarab kulib qo'ydi. "Barakalloh o'g'lim, o'g'il bola degan go'sht yeydi", dedi Sulaymon navrisini erkiltib. "Go'shtni jiq yesang, tez cho'ng bo'lasan, bo'ying tez o'sidi. Cho'ng bo'lganda noiti qobil yigit bo'lasan degina." Biroq yasidagi qizlarning hammasi chinisidagi go'shtni bizga ilg'ab beradi. Ular go'sht yesak samirib ketimiz deydi. Allah karamet, mushtumdek balalarning og'zidami semizlik bilan o'ruqliqning gapi. Bu jahon zodi nima bo'lib ketdi? dedi Polat. Sulaymon yana yuzini tatildi va piyoz bilan go'sht qo'rimisini navrisining oldiga surib qo'yib, "Unda qizlarning gapiga quloq solma balam. Sen degan o'g'il bola go'sht yeganga samirib ketmaysan, ammo go'sht yemasang hargizmi egiz, qobil odam bo'lamaysan." "Yasidagi muallimmi shundoq dedi, dada." Biroq Sulaymonning navrisi uningga sapselib qarab, "Senmi kichik vaqtingda go'shtni oz yebdikansan-da, ha?" "Nadikini, men degancha kichik vaqtimda go'shtni tozajiq yegan. Undaq bo'lsa, bo'ying otamdan bakarkan-ku. Yaslidagi chig'ingda muallimlarning gapini anglamay go'sht yemabdikansan-da. Shunga bo'ying pakar bo'lib qapti. Rasmida-da?" "Voy, mav quloq kastining gapini qaranglar. Sen meni pakar demoqchimi?" Sulaymon o'rnidan dast turdi-da, bilaklarini uzun so'zib, mushtumini tugib, bokschilarni dorab qo'ydi. Buni ko'rgan navrisi qaqaqlab kulib ketdi. Angacha Sharipa gangpan usulgan chinilarni ochqib, har bir aylanning oldiga birdan qo'ydi va o'zimi kelib o'ltirdi. "Qani, g'izo yeyli", dedi balalarga qarab. Buning bilan hammaylar qo'llariga qo'shib oldi. Sulaymon chinidagi gangpandan ikki cho'ka olgandan keyin Zuhraga qaradi. "Qizim, bu oshni taxsiga selib bergina, gangpanni taxsi deb ko'nib qolgan odamga chinida yesa tetamaydi ekan." Bu gapni anglagan Zuhra darhol kirib taxsidan birini ochdi-da, chinidagi eshini taxsiga to'kib berdi. Sulaymon taxsilarga ayrim-ayrim usulgan qo'rimlarni taxsidagi gangpanning ustiga soldi va qo'rimini gangpanga aralashtirgandan keyin ishtiha bilan yeyishga boshladi. Otasining tomoqni ichilib, yeyilib, ishtiha bilan yavatganligini ko'rgan Sharipa hayajon bilan so'zlab ketdi. "Biz xalqning osh tomoq yeyish odatimiz bek yaxshi ekan-jumi, ota. O'zi oddiy, hashimi oz ham quvvatli. Kichik chaqlarimizda mayli to'y to'kin bo'lsin yoki nazir chiroq bo'lsin, mehmonlarga tatliq turimlar bilan sinchay qo'ygandan keyin pulu yoki qo'rdoq tartatdi. Mehmonlar oldidagi tomoqni pak-pak yeb bitadi. Hargiz oshirib qo'ymaydi. Biroq hozir
nima bo'ldiq kentding? Restoranlardagi to'y to'killarda 10-20 qo'rimini ochqib, üstülab tizib etadi. Ularning ko'pinchisi eshib qoladi. Oxirida hatto cho'kimi tegmagan tomoqlarni ochqib to'kib etadi. Hey, biz haq tomoqni ochqib to'kib etgudak beyib ketdikmi? Tuyuqsiz ishik qo'ng'irg'i jirangladi. Aslida Gülyar do'sti Aminani agashtirib kelgan edi. Aminani uydagilardan faqat Zuhrala taniydi. Zuhraning uni ko'ribla judoni tutdi. Lekin mehmonning hurmati uchun chandurmadi. Uydagi hammaylan o'rinlardan dasturib Amina bilan tinchlik so'rashqach, bu kimdi degandek uningga yartigidan sinchilab qarashdi. Uydagilardan Aminaning zodi nima mudda bilan kelganligini biladigan odam faqat Zuhra edi. Shunga Zuhra Aminaning ishikdan kiribla Sulaymonga lappida qaraganligini, Sulaymonning Aminaga g'ilpal salganligini sezdi. Angacha Gülyar Aminani uydagilarga tanishtirdi. Bu yoq mening do'stim bo'ladi, ismi Amina. O'zi bekmi ishchan. Bugun otamning kirqatlarini yuyib, uy tozalamoqchi emasmidik. Shunga boshlab keldim. U qiziqchilik qilib, kayfiyatni ko'tarish niyatida o'zicha chaqchaq qilib baqdi. Amina xizmatidan qolgandan keyin yolg'iz uyda o'ltirib, samirib ketibdi. Shunga bugun toza bir ish qisalayli. Lekin Gülyarning bu chaqchiqiga o'zidan boshqa hech kim kulmadi. Sharipaning nima uchundir tuyuqsizlar, "Yey, ajab shamol kuchli chiqib ketdi." To'xtab qo'ysam bo'ladi nima? Mobilimni ichiga tutay degandim. Apla, ma shamol ko'tarilib qolibdi. Davomini boshqa yerda o'qishga majbur bo'ldim endi. Xeyr kuchlikchimi? Qancha pet qoldik bir qarab o'tay boshda. No. Tugmayotgan. Davomini boshqa yerda o'qib beraman. Uchiratmasin meni ham yarlam o'tgandim. Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbirimizning hurmatli anglarman, ko'rarmanlari. Bugun men yana tunug'unki yerga qaytib chiqdim. Ya'ni men Gersiyaning Poligandros degan arlida tunug'un bu yerga kelib, marhuma Rayhongul Mijitning Qayta nikoh nomli bu romanidan bir bo'limni boshlagandim. Lekin tuyuqsiz shamol qattiq chiqib ketdi. Undan boshqa birdamdila qarong'i tushib ketdi. Kun o'ltirgandan keyinla qarong'i tushib ketdi ekan bu yerda. Boshqa yerda shunday amaliyotda. Lekin bu yerda favqulodda tez qarong'i tushib ketdi. Shunga davomlashtirib o'qish imkoniyati bo'lmagan. U bir bo'limni boshlagandan keyin mushada shu bo'limni oxirlashtirib etay deb arzu qilgandim. Shukralloh bugun fursat bo'ldi. Tunug'unkidanmi egizroq yerga chiqib, mana joylashib o'ltirdim. Shu tunug'un kelgan yerdan boshlab o'qib beray. Kun shundoq chiroyli o'ltiryotdi. Bugun havo shundoq yaxshi. Sal turib kun o'ltirgan vaqtdagi manzarani yana ko'rsataman sizlarga. Bek chiroyli. Xo'sh, boshladim. Angacha Gülyar Aminani uydagilarga tanishtirdi. Bu yoq mening do'stim bo'ladi. Ismi Amina. O'zi bekmi ishchan. Bugun otamning kirqatlarini yuyib, uy tozalamoqchi emasmidik. Shunga boshlab keldim. U qiziqchilik qilib, kayfiyatni ko'tarish niyatida o'zicha chaqchaq qilib baqdi.
Amina xizmetidan qalgandan keyin yalğız uyda o'ltirib berib, samirib mi ketibdi. Şuna bugün taza bir iş salaylı. Lekin Gülyarning bu çaqçıqaga özdən başqa heç kim külmedi. Şəripaning nima uchundur tuyuqsizla təri turildi. Biz üçeylen tügütelmey dostumuzga qildirg'udak qanchalik ish bor bu uyda? Sizmi qiziqkansiz? Nadiki bir odamlarni ovar qilib? Bu gapni anglab, salpal o'ng'aysizlangan Amina lavlarini tishlab yerga qaradi. Zöhra ishning ujur-bujurni garchi Sharipadan obdanroq bilsimi, lekin Aminani boshqalarning oldida xijil bo'lib qolmasin deb gapni burmoqchi bo'ldi. "Voy, mehmonni o'ri turg'izib qo'yganimiz nemisamdi? Qani, o'ltiring." Bu gapni anglagan Sharipa Zöhraga chakchib birini olaydi. Angacha Sulayman gap qistirdi. "Qani o'ltiring, Amina." U balalarga qaradi. "Sizlarmi o'ltiringlar, tamoq yeyli." Zöhra Gülyar bilan Aminaga tamoq ochiqqan qizim. Sulaymanning bu gapini anglagan Amina uningga ajoyib bir xil tabassum bilan tikildi. Aminaning ko'zlari Sulaymanni salpal tamtirtib qo'ydi. Ayoli o'lib ketib, bo'yta qolgan erlar o'zidan kichik biror ayolning illiq tabassum bilan baqqan ko'zlarini ko'rgan chig'ida yuraklari dupildimay qolmaydi-da. Sulayman Aminaning ashu ma'nilik beqishlaridan uning uy ishiga yordamlashish maqsadida kelmaganligini sezib bo'ldi. Uning Gülyarga tuyuqsizla o'shligi keldi. "Tazı qapoq bosh bir nima ekan bu?" dedi Sulayman ichida. "Hakima u yoqdan ko'z yumib, bu yoqdan xotin kishidan birini boshlab kirganini buning. Meni nima chaqlab qoldi ekan?" Shundaqdimi Sulayman nemishqidir oldidagi bu ayol zotiga turibla qiziqib qelyotdi. U Aminaga boshqachadan xufiyona sapsilibmi baxdi. U ikkisining ko'zi bir necha qitim uchrashibmi qoldi. Lekin Amina Sulaymanga ko'zlarini ma'nilik tikkanida vujudiy go'yo gunoh o'tkazib qo'ygandek titrab ketgan Sulayman ko'zlarini Aminaning ko'zlaridan qochdi. Amina oldidagi tomoqdan ikki qo'shiq yepla, oshqoznim bearam bo'lyapti deb chinini ishtirib qo'ydi. Boshqalar tomoqini yeb bo'ldi. Amina o'rnidan turib, qochquchilarni yuymoqchi bo'ldi. Lekin Sharipa uning oldini to'sdi. "Qayri yo'sin degani bilamsiz, Amina? Nadimi uyga kelgan mehmonga qochqumosh yuydirgan ish bor?" Lekin Amina Sharipaning gaplarini ko'ngliga olmoqchi yo'q, aksicha qochquchilarni ko'tirib oshxona tarafga mangdi. "Voy, mehmon deb ketganingizni qaramamdigan. Buningdan keyin men sizlarga mehmon emas shumi? Gülyardan anglasam, bu uydagi hammanglar bekmi oq ko'ngil ekansizlar. Nemish bo'lsa daveringlar, kelib qilishib beraman." Aminaning bu gaplari Sharipaning iymonini 40 kez uchirabatdi. "Bekmi oldirab ketibsiz, Amina?" dedi Sharipa uning qo'lidagi qochquchilarni tortib tugidak elib olgandan keyin uningga g'azablik ko'zlarini tikib turib. "Biz chamg'ur ko'mib qo'ymadik. Butun surik opamizni ko'mib qo'ydik. Opam tugab bir necha oy bo'lmayla o'zingiz chitixi." Sharipa gepining oyog'ini yutib etib, burilibla oshxonaga kirib ketdi. Bundaq bularni xiyoliga keltirib baxmagan Amina nomus va ochiqdan o'zini qo'yadigan yer topolmay qelyotdi. Uning Sharipaga deydiganini deb dardini chiqarib olg'isi keldi-yu, lekin Sulaymanni ranjitib qo'yishdan ansirab, tilining uchiga kelgan gapni ichiga yutdi.
Şeripe, xopu bu mana, dedi Amine birden jim turib algandan keyin. Bu mening faqat sizlarni o'zgarib qilgan tuz ko'ngilligim. Lekin sizning boshqacha o'ylab ketadiganligingizni o'ylabmi baxmaptiman. Gülyar, men mangay, dedi Amine. O arkasıga qarabmı qo'ymay eshikdan chiqdi-da, mishildab yig'lab ketdi. Gülyar uni darvozagacha uzatib chiqdi, lekin u Aminaga nima deb tasalli berishni uqmay qilib U xo'shlashadigan chaqda yanchuqidan qo'l yog'liqini chiqarib, Aminaning ko'z yoshlarini surtdi. Ko'nglinga olmag'ina adash, dedi Gülyar uningga. Sharipaning mijazi shundoq, uningga hatto qiynatdanmi tish yerib bir nim deyolmaydi. Uning ustiga opsi tugab ketdi emasmi? Shunga mijazi texim chusishib ketibdi. Buni tushungan adash. Lekin qiynatdam oltindek odam degini Sharipaning ikki og'iz gapi bilanla urkib ketsan qandoq bo'ladi? Amina Gülyarga boshqa gap qilmadi. U Gülyarga qarab, "Xo'sh adash" dedi-da, tun pardasi ichida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Gülyar uyga qaytib kirganda kayfiyat bo'lakchali edi. Gülyarning qaytib kirganligini ko'rgan Sharipa uningga chakchib turib birini olaydi-da, boshqa yoqqa qarab oldi. Gülyar kresloning oldiga kelib edi, Zuhra Sharipaning yeniroq surilib Gülyarga o'rin bo'shatdi. "Qani Gülyar, o'ltiring-a", dedi Zuhra Gülyarga qarab. Lekin Sharipa Zuhraga oliyib turib, uni Gülyar tarafga ittirdi. "Osh, nimanch qistaydi odam isib o'laydi bassa." Sharipaning Gülyarga chechilib atganligi aniq edi. Gülyar o'zi bilan taqdimatlik bu qayni singlisidan odatda hiqqashqa ko'pincha uningga yo'l qo'yadi. Lekin bugun u Aminaning oldida o'zini baxmi osal qildi. Uni azdab mana endi bo'ri terisini kiyib atadi. Gülyar achchiqini ichiga patura olmadi. "Sharipa, sizga ikki og'iz gap qilay", dedi Gülyar. "O'zingizcha boshqalarni qoida uqmaydi deb ketadi ekansiz. Siz-chi, adab qoida degani bilamsiz? Unchivala qilib ketadiganga Amina tuzliqingizni chiqib atmagandi sizning." Bu gapni anglagan Sharipa das o'rnidan turdi-da, Gülyarning oldiga etilib keldi. "Nima? Gap qilmasa nimancha haddingizdan oshsiz?" dedi Sharipa qo'lini shiltib turib. "Yangilik salohiyatingizni saqlasangiz bo'lmamdi. Sizdan so'rab baqay, bu uyga nadiki bir xotinni boshlab akilib, nima qilmoqchi edingiz? Ayting-a qani." Sharipaning alfozini ko'rgan Gülyar damalliqqa nima deyishni uqolmay, go'yo geliga bir narsa turib qolgandek Sharipaning ko'ziga qarab qo'yib, eg'iz ochmadi. Buning bilan Sharipaning arbohi 40 kez uchib, judoni teximi o'rligil turdi. "Mö demaysiz-ku? Demisingizmi-chu, qo'rsqingizdekini 5 qo'ldak bilaman. Sizga shuni deb qo'yay, malla bo'ladi ekanman, har qanday xotin bu uyga kirib, opamning o'rnida bosaman deb xom xiyol aylimisin." Bek baqiravatdimi nima? Ishkarki uyda otasi bilan paranglashib o'ltirgan Po'lat bu varang-churongni anglab chiqdi. U xotini bilan Sharipaning jidallashayotganligini anglab, nayt achchiq keldi. Uning bu g'ij-g'ijning sababini uqib, kimning oq, kimning qora ekanligini ayirib o'ltirishga taqat qolmagan edi. Chunki ularning darhol og'zini atmasa, otasi uqib qelib, ko'ngli yerim bo'ladi. "Sharipa, nimancha tovlaysan? O'pkangni besib olsang bo'lmamdi. Ikkinglar nima yetmay shunchavala bor qilsizlar zodi. Otam anglab qolsa, set emasmi?" Bu uyda hech kimni po'sh demaydigan Sharipa faqat aksi Po'latdilla hayiqatdi. U darhol jim edi. Po'lat
odatda ishlarni nihoyatda lilla qiladi. Shunga u burilib orqasiga qaradi-da Gülyarga alaydi. Menangni qog'i cho'qilib oldimi sening qirg'ina qiliqingga? Polat bu gapni Gülyarning qayni singlisi bilan sanpan deyishayotganligiga qartib dedimi yoki uyga Ominani boshlab kelganligiga qartib dedimi? Bunisi Gülyarga qarang'u edi. Gülyar eriga tikilib qaradi. Uning muloyimlik bilan kulimsirab turgan bir jup ko'zidan shu tapda uning xijillik ichida o'rtniyotganligi mana men deb chiqibla turadi. Polat xotinini tilg'usi bor edi, lekin xotinining iltijoli ko'zlariga qarab qattiq gap qilishga ko'ngli unamadi. Lekin Sharipaning ochiqini besib ko'nglini yasab qo'yish uchun xotiniga qarab qapoqlarini turdi. Meni kirpidak tugilib turib qo'rqitaman dema, dedi Polat xotiniga qarab gelini qirib qo'yib. Qolgan gapni uyga berib deyishayli. U gapning oxirida xotiniga qarab ko'zni qisib qo'ydi. Buni ko'rgan Gülyar bisingmadi kuldi. Lekin Sharipa akisining ko'nglidagini bilib bo'lgan edi. Dedi Sharipa akisiga dimig'ini qirib. Xotin degan xotinda, qeyrindosh xotinning oldida nima edi? Meni qo'rsqondikini bilmaydi demsan? Sharipaning bu gapiri Polatning jeniga tegdi. U Sharipani bir shapaloq salmoqchi bo'lib, qo'lini shundoq ko'tarib edi, Sharipa o'zini sharttida chatga elib, hojatxonaga qechib kirib ketdi. Zuhra gapga aralashmay jim o'ltirib, televizor ko'rayotgan bo'lg'ashqa, Polatning Sharipani urmoqchi bo'lganligini ko'rmay qoldi. Polat gap qilmay Gülyarning yeniga kelib o'ltirdi. Angacha Sulaymon ishkarki uydan chiqdi. Polat bilan Gülyar o'ltirgan o'rindan turib Sulaymonga qaradi. Ata, sen dam olgin, dedi Polat chochlarini barmoqlarida tarag'ash. Biz qaytaylimikin? Sulaymon, bo'pti bolam, men anglar, dedi de burilib hojatxona tarafga qarab mangdi. Oy, ata, hojatga kiramsan? Aldirab so'rdi Polat. Ha, nim bo'ldi? Yoqay endi. Dal shu chaqda hojatxonadan sharqirgan suvning ovozi anglandi. Orqadilla Sharipa hojatxonadan chiqib keldi. Buni ko'rgan Sulaymon Polatning boya nima demoqchi bo'lganligini tushundi va uningga ma'nilik qarab qo'ygandan keyin yuzini tatlig'inicha Sharipaga qaradi. Buningdan keyin suvni bek isrof qilib etma, qizim. Boshqalar bir-biriga ma'nilik qarashdi. Sharipa dadisiga boshqa gap qilmay, Polatga qattiq birini olib qo'yib, ishkarki uyga kirib ketdi. Dilshatni uyg'otib keyindir, dedi Polat Gülyarga qarab. Biz ma'ayli, otamni aram olsin. Gülyar o'g'li Dilshatni uyg'otib chiqish uchun ishkarki uyga kirib ketdi. Polat kresloda o'ltirgan otasining yeniga kelib o'ltirdi. Әтүгін vaqt chiqirib doktorxonaga yana berib baqsang bo'larmikin balam, dedi Sulaymon Polatga. Berib ularning to'mirini tutib baq. Navada yanala shu burunqi gapini yorg'alatsa, asta bo'ldi qilayli. O'ldi, ketdi. Endi o'rniga kelmaydi. Doktorxona bo'yniga olgan taqdirdimi apangning ketgani ketgan. Uning ustiga qo'limizda qilchilik dalil isbot yo'q balam. Nurg'un vaqtimiz, zehnimiz isrof bo'lib ketdi. Az bedel to'lamidik. Xiyol surib o'ltirgan Polat otasiga qarab beshini langshitdi. Angacha Gülyar o'g'lini ko'tarib chiqdi. Bala tatliq uxlayotdi. Polat Gülyarning qo'lidan balani oldi. Uxlab ketib ketibdi. Bu turqidan hech uyg'ondigandek emas. Polat qo'lidagi balani o'nglab ko'tirgach dadisiga qaradi. Biz mangduq ata,
o işten hatırjam bolğan, özüm bir tarap kılaman. Sulayman Polatqa qarab beşini langıştı. Bosuğunun çıkıp bolğan Gülyar burulup Polatqa qaradı. Şeripäçü ketmem diken, yerim keçi bolup ketdi. Ketse biz apırıp koyaylı. Däl şu çağda işkerki öyden çıkıp gelgen Şeripä yengisinin geplerini anlagan edi. O atsığı qarab dedi. Bugün akşam ketmey muş öyde konup qalaman. Unda qımma kızım, ketkin, dedi Sulayman Şeripäge. Buyruk talappuzada. Öyün yalğız tursa ketmesen qandaq boludu. Sulaymanның mı oylagan yeri bar edi. Çünkü Şeripäning eri Janubi Şinjanğa vazife bilen çeniqishqa ketken bolğaşqa, öyde Şeripä bilen oğlu ikkisi turatdı. Navada Şeripä hadisila çoň öyge kelip turup alsa, yalğız oquldy, aç tok qalatdy. Lekin Sulaymanның bu oyunu Şeripä näden mi bilsin? Şeripä atsyga gözüniň quyruqida qarady. Atam bilen opamның öyde qonsam bolmam diken, men muş öyüniň balasygy. Atam körmegen nädeki bir nimeler kelse içilip, yeyilip, qıldygangy qılık tapalmay qalıp atgan adam, ejep bir keç qonay desem, qoğlap atsan ha? Hey, senize, qaçan mı çoň bolarsan? Muş mijazyňny qaçan mı özgertäsen balam? Sen hazır kiçik bala emez, bir balının opisi. Hə desila, açqanı xəxtini alıd ekensen. Boldy, köňlüňdikini düşendim dada. Wow, şundaq çyraylyk kino olturup atady. Azrak kaldı. Tegdetde. Hə, köňlüňdikini emde düşendim ata. Elki Amida degen xotunğa iki kız tek gözüp koyğunumğa xapı bolup atamsan? Sen maňa üç bolup ketip atsan, meni körsäňle judunum örläýdi. Man emdi ket dep qoğlap atsan. Şeripä tehim qaýnygaly turdy. Şeripäni bundaq geplerini qılar dep oýlapmy bakmagan Sulayman Şeripäge qarap gözlerini çekçeytkiniçe daň ketip turupla qaldy. Onun vücudu titrep, ağzı gepki kelmey qelip atatdy. Bosuğuda turgan Polat qolideki balany alman talman Gülyarga berdi de atsynyň yeniga ittik berip, onun qollaryny alqynaga elip silidi. Boldy qıl, Şeripä, dep barqyrdy Polat. Opamızdan ayrıldık, emdi muşu teverrük otymyzda qaldy. O hazır bizge hem ata hem opa, bildin mi? Sende vicdan degen bar mı? O bu kallan kapak bolmagan deken, oylap baksan bolmamdı. He desila, şölgeğini çaşkıça. Sulayman oğlunun bu geplerden razı bolgan bolsumu, lekin Şeripäniň bayqı gepidin terikip, boğulup ketip atatdy. Yokal, dedi o Şeripäge. Emdi közümge körüngüçü bolma. Şeripä şart da arqysyga burulup, işkerki öyge kirip, asqudaki paltosyny elip kiydi. Andan uşqandak çıkıp, işik tövedeki ötükini giymekçi bolup edi, lekin ötüknüň sol peýiniň sertmisi zadyly etilmedi. Şeripä sertmisi etilmegen ötükini selip açqyda yerge qartyp atdy. Onun elemlik yaşları goya yepi üzülgen marjandek koyuluşqa başıldı. Bunu görgen Gülyar quçqydaki balany bir qolada tutup turup, yana bir qolada yerdeki ötükni elip Şeripäge sundu. Yerimde jep qurtwady köpet. Dahyadly otlagan dekin. Teski bilen birak setmesini bek tartyp etmeň. Äte mozdozga oňutup alsaňyz boludy emesmi? Şeripä yengisinin qoladan ötükni yulup elip kiydi. Andan işik tövedeki asqudun somkisini elip, käynege qarap mı koymay, talağa qarap maňdy.
Ötüknің sertmisi etilmegəşkə qonçi palaqlap yerge sörülüp qalğan edi. Gülyar ittik çıqıb ketivatqan Şəripənin arqısıdan qarab öz-özüge xudunşıdı. Həmmini bilib turub qılıvatqanını bunun. Uzun keçiləri yana başlandı. Uyqusu qaşqan Sulayman karvatda heylidin heyliğa toxtumay örlətdi. Bugünkü işler bir-birləb onun köz aldığa keletdi. Qaranqoluq içində tuyuqsızla Aminənin tatlıq təbəssüm yığıb turğan bir cüp közü peyda boldu. Sulayman təəccüb içində beşini çayqadı. O, Aminənin çırayını köngül ekranıdan yettiriş üçün Şəripənin bayıqı əlbazını köz aldığa keltirib baxdı. Şəripənin çəkçəyən közləri onunğa tikilətdi. Kişinin cinidən ötüb ketadigan bayıqı gəpləri Sulaymanның qulaq tüvüdə təkrarlanatdı. O, öz-özüge pichirledi. Tartqılıqlarım texi aldımda oxşaydı. Hey. Mana, şunun bilen bu romanның 3. bölümünü tamamladık. Davamıga diqqat bəgəysizlər. Quyoshmi o'ltiray deb qoldi. Quyoshni ko'stayam sizlarga. Ups. Samkamga selibitday chiqib ketib qolmasin. Ups. Ana, ayagim bir qancha odamlar chiqyapti. Kun patqanni ko'rimiz deb. Shoshda o'milib chiqimiz shu. Men shundoq o'milib chiqdim. Wow. Bugun ma cherkovdan teximi o'rlab chiqqandim. O cho'qqiga chiqay deb o'zimni besib olgan. Sel tumanlıqken. Qaysi, ha? Hayır, hoş. Kelir qitimliq programımızda görüşelim. Aman bolayli.